Assalomu alaykum, hurmatli Ekstrafos YouTube kanali obunachilari. Biza Toshkent viloyati Ohangaron tumani Yangi hayot qishlog'iga kelganmiz. Biza bundan 20 kunlar muqaddam avval Ekstrafos MPK o'g'itini, 315 MPK o'g'itini biza ham makkalariga, makka jo'xorilariga, ham tarvuzlariga olib kelgan edik. Hozir makka jo'xoriga solinganiga 2 haftalar bo'ldi. Tarvuzga ham har suvda deydi, mana eritib o'g'itib berdim. O'sha yaxshi rivojlanmayotgan joylari bor edi. Yaxshi rivojlanmayotgan 9, 10, 11 ariqlari bu yoq tarafdan borganda, shu joylariga ham qo'lda yonidan ochib ko'mchi qilgan, rivojlanishsiz bo'lgan joylarga, qolgan joylariga ham eritib berayotgan ekan. Уже bir qop eritib berib bo'lgan уже deydi. Ozroq cho'kmasi qolgan bo'ldi, qolgan уже eritib berib bo'lgan. Mana bular tomchilatib sug'orish qilgan. Mana bu injektori, dori yuboradigan injektori eritib turib dorini shunday yuboradi. Dehqonimiz yordamchisi Umidjon, qanaqa beryaptinglar? Bularga ham tushuntirib o'tingda dehqonlarga. Ekstrafos 15-15 dorisini gektarga 20 kilo, 25 kilo qilib beryapti eritib. Shunda 6 gektar yerimizga 120 kilo, shu 2 qop, 2,5 qop dorisini beryaptik. Ta'siri yaxshi bo'ladi hozir. Ko'rasiz tarvuzda. O'sha nima qilgan joylari bor edi, o'zi o'smagan joylarini dori ko'mib chiqqansiz-da teglarga. Dori ko'mildi ham, oqizildi ham, kapelniy sistemada. O'zgarish bormi? O'zgarish bor. Ko'ramiz. Tarvuzga berilgan o'g'itlarimizni, kapelniydan oqizilgan, tegiga ko'milgan o'g'itlarimizni monitoringini qilamiz hozir. Esinglarda bo'lsa, mana Gaydala shiponi. Endi mana tarvuzni birinchi rati. Shu yoqdan boshlab u yoqqa borganda 9, 10, 11 ratlarga berganmiz. Shuni hozir sanab ketamiz. Ikkinchi rat 4, 9. Nima bo'lgan mana bu joyga? Kalamshib qo'ygan. Kalamshibmi? 9, 10, 11 ratlar mana aka. 10, 11 ratlar. Oldingi safar kelganimizda bu joylarni o'g'lanish susiydi boshqa joylarga nisbatan. Shuning uchun bularga tegidan ham ko'mib berdirgan biza. Tegidan ham ko'mib berilgan. Mana aka. Tegidan ko'mib berilgan joyi. Mana lapatka bilan teshuvdi esingizda bo'lsa. Mana yonbag'irdan, ildizni yonbag'irdan. Endi natijasi mana ko'rib turganinglarda, nisbatan o'g'lanishi yaxshi bo'lib, qolgan joylarga ancha yetib olgan. Bu yoq taraflarning o'g'lanishi nisbatan yaxshi edi. Bu yoq taraf ham o'sha yerga yetib olgan. Mana bu yoq taraflari o'zi o'g'lanish kuchliroq edi, yana ham kuchliroq. Lekin dori qanaqa o'zi effekt berdimi? Tegidan berilgan. Effekt berdi, ha. Buzib tashlamoqchi edik, yaxshi effekt berdi. Endi keyin yana bularda bitta muammo bo'lgan. O'sha oldingi safar kelganimizda biz turdan qo'yilgan kapelning shuni ko'rmaganmiz-da. Endi shuni ko'ramiz, hozir kelib sezib qoldik nima bo'layotganini. Birinchi navbatda dehqonimizni qilgan xatosi. Kapelning emitterlari har doim yuqoriga qarab turgani ma'qul bo'ladi. Bu tegiga qarab qolgan kapelning emitterlari. Mayli, suvinglar toza, bezarari bo'lishi mumkin bu narsa ham. Suvinglar toza bo'lsa, filtringlar bor. Lekin kapelningi bular menimcha xatosini tanlab qo'ygan. Buni hozir ko'rib chiqamiz. Mana o'rtacha namlidagi turpoq mana. Tuprog'imizni suv shimishi qobiliyati o'rta darajada. Juda tez ham shimmoti, juda sekin ham emas. Nimaga bu farq qiladi? Kapelni tanlash tuproq turiga qarab deb aytdim boya ham. Tuproq turiga qarab. Tuprog'imiz agar suvni tez o'tkazadigan tuproq bo'ladigan bo'lsa, vertikalga suvni tez o'tkazadigan bo'lsa, bu degani yoniga yaxshi zaxlamaydi degani. Suv pastga qarab tez o'tkazadi, yoniga zaxlashi qiyin. Bunaqa joylarda biza qiladigan ishimiz emitter oralig'i yaqin bo'lgan, misol uchun 15-20 sm bo'lgan, nisbatan ko'proq suv beradigan kapelnilarni tanlashimiz kerak bo'ladi. Suv tez o'tkazayotgan bo'lsa. Chunki emitter oralig'i yaqin bo'ladi, suvi ko'p berganning hisobiga shimishga uspet qila olmaydi-da, pastga vertikalga, gorizontalga yoyilishni boshlaysiz. Suv tez o'tkazayaptimi? Suvi emitter ko'p beradigan ham nisbatan emitterlar oralig'i yaqinroq kapelni yaxshi bo'ladi unaqa tuproq. Endi ikkinchi tuproq turi bor, suvi juda sekin o'tkazadi. Tomchilagandan keyin tomchi shimilishga uspet qilmaydi. Tomchilayapti, misol uchun 3-4 sekundda bitta tomchi tushyaptimi? U shimilishga uspet qilmaydi. Xuddi o'sha narsa bu tuproq suvi juda sekin o'tkazadigan tuproq hisoblanadi. Sekin o'tkazadigan tuproqqa biza shunga o'xshagan, mana xuddi mana shunga o'xshagan emitterlar orasi uzoqroq bo'lgan va nisbatan kamroq suv beradiganini tanlasak ma'qul bo'ladi. Shunda bundan tushayotgan suv kam suv beradi. Tushayotgan suv shimilib uspet qiladi. Ham tuproq og'ir, mayda fraksiyalar ko'p bo'lganligi uchun bemalol yonga ham yoyilib, yonga yaxshi zaxlayveradi bemalol. Uzunrog'ini tanlasak ham. Sizlarni tuproq hozir suv o'tkazish qobiliyati o'rta va o'rtadan yuqoriroq darajada yaxshi o'tkazadi suvni. Kapelniyi nisbatan 30 sm emas, 20 sm tanlagan ma'qul bo'lardi bu yerda.
20 santimetrligini tanlaganimizda 2 litr suv beradigan 20 santimetr oralig'i tanlaganimizda yaqinroq ma'qul bo'lardi. Shuni 10 santimetr kattasini tanlab qo'ygansizlar. Eng katta xato bu. 6 soat sug'oryapti deyapsiz-ku. 6 soat endi misol uchun kam bo'layotgan bo'lishi mumkin-da. Mana. Tuproqda deyarli tabiiy nami bor-da, ortiqcha nam yo'q-da tuproqda. Bu nam tuproqdagi bu namli oziq moddalarni erishi va o'simlik tomonidan o'zlashtirishi uchun kamlik qiladi. Bu namda oziq moddalar tuproqdagi erimaydi. Shuning uchun kapelniga nima qilgansizlar? Xatosini tanlab qo'ygansizlar. Shuning uchun endi hozir butun kapelni sistemani almashtirish iloji yo'q bu yerda. Patplyonka kelgani uchun suvni berayotgan soatini ko'paytirish kerak bo'ladi bu yerda. Suv berayotgan soatinglarni nisbatan ko'paytirasizlar. Oralig'ini ham o'shanga qarab vizual tarzda kuzatib borasizlar-da. Oralig'i ham o'shanga qarab, namligiga qarab, misol uchun 3 kunda suv berayotgan bo'lsangiz, 2 kunda suv berayotgan bo'lsangiz, yaqinroq qilib mana qilib sug'orish kerak bo'ladi. Bizga tajriba bo'ldi bu. Kapelniy lenta har doim tuproq turiga qarab tanlanishi kerak. Kuzatib boramiz, yaxshilab ko'ringlar. Mana 9, 11-ariqlar mana. Dor bergan ariqlarimiz 9, 10, 11-ariqlar. Bular juda orqada qolgan joylar bo'lganligi uchun biza bular tegidan ham berdirilgan bularga, o'z rivojlanishi yaxshi bo'lgan bundan buyoqdagi ariqlarni faqat tomchilatib berilgan bu yoq tarafiga. Bu yoq tarafga qo'shimchasiga tegiga ham berilgan. Eri holatidan kelib chiqib turib. Mana tarvuzlarimizning holati. Palaga qaytarilgan. Mana hammanglar yotibdi tarvuzlar. Mana. Mana. Hammalari yaxshi. Mana tarvuzlarimizni barglari yaxshi, sog'lom, ochiq. Ko'rib turibsizlar. Xullas juda ham yaxshi. Bu yoq tarafiga ham o'sha 9, 11-ariqlarga ham o'taylik. Yer holatidan kelib chiqib, orqada qolayotgan ariqlarimiz mana shu. 9, 10, 11-ariqlar mana. Hammanglarimiz chiroyli hammanglar turibdi bular ham mana. Mayda hammanglari bor, mana ketma-ket. Endi bu ketma-ketini iloji bo'lsa qani, bittasini yulib tashlasangiz nisbatan yirikroq bo'ladi yoki ozg'asini cho'tki qilib ta'minlab berish kerak bo'ladi. Barglarining holatlari mana ko'rib turibsizlar, mana yaxshi, juda ham sog'lom, rivojlanishi yomon emas. Baribir tuprog'i eng yomon joyga tanlab berganmiz, eng yer dehqonlar tilida kuchsiz joyga tanlab berganmiz. Va kuchli joyi bilan nisbatan farq sezilyapti. Lekin oldingi holatidan ancha yaxshi. Ancha yaxshilangan, o'nglangan tarvuz. Uje pushtani yopib qo'yganda mana pushtani yopib qo'ygan ancha. Bu yoqdan 3 ta bag'da uje jonliroq yer bo'lgan yeri mana. Bularga ham tomchilatib berilgan, to'liq yopib bo'lgan uje pushtani bilan. Hamaylashi, hamma taraflari zo'r. Uni yana ham dehqonlar, tarvuz yetishtirayotganlar bahosini berib o'tadi. Rosa hamaylashda turibdi. Tarvuzimiz hali pishishiga ancha vaqt bor. Keyingi safar xudo xolasa pishganda kelib video qilamiz. Dengiz pishganda bo'ladi.